Abbos Meliyev. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Abbos, yoshim 25 ta. Yaqinda 25 ga kirdimda, o'sha 25 yosh katta odam ekan-ku, to'g'rimi? Katta bo'lgan his qilyapman o'sha. Metroda, jamoat joyida burnim chiqilasam, odamlar g'alati qarashni boshlayapti. Da, 25 yosh shunaqa. Agar siz sigaret cheksangiz, amakingiz kelib aytishi mumkin-da, "Ey, yoshlarga o'rnak bu. Uni qilma." Tog'ingiz kelishdi, "Senga kim qo'yib chekishdi?" Metroda ko'p yuraman, juda g'alati holatlar ko'p bo'ladi. Bilsanglar, metro bekatdan bekatga o'tishda, tunnelda o'rtada bir to'xtab oladi, qaysidir momentda. O'shanaqa holat menda ham bo'lyapti. Kelayotgan paytim, ani to'xtab turgan pauza cho'zilib ketdi-da, tushunyapsizlarmi? Prям 1 minut, 2 minutga. Hamma telefondan boshini ko'tarishni boshladi. Ana yoqda arli yig'layotgan bola ovozi o'chdi prям. Bitta xola, ro'molli xola mana bunaqa bosib turib, to'xtab qoldi. Men aytdim, "Vrodi, hozir bosish kerak buni. Duoni hozirgi payti." Sentrga ko'chdim. Ancha yil Chilonzorda, Yashnobodda bir chekka joylarda yashab yurganman. Toshkentga o'rganmoqchi bo'lganman. Hozir Oybekda yashayman prям. Oybek sentr. Qayerdan bildim? Hamma Toshkentcha gapiryapti o'sha. Bu sraz bilindi. Birinchi kun uydan chiqib podyezddan ishga ketyapman. "Qat ketyapsan" degan ovoz keldi-ku. Burilib qarasam, toshkentlik amak. "Assalomu alaykum, ishga ketyapman." "Shoshyapsanmi?" "Yo'q. Bo'pti, mashinani aytarish bor" dedi-da. Men o'yladim, bir Volga polgasi o'chib qolgan amakda. Bordim, Matizga o'tirdi-ku o'zi. "Itar" deydi. Хорошо, itar bir bo'loq qiynalib ana mashinani yoqdim. Просто ketib qolsa bo'ladimi? Alam qilar ekan odamga. Yoki ana trend qildi, avariyankani bosib qo'ydi bir marta. Ikkinchi kun podyezd ishga ketyapman, "Qat ketyapsan" dedi-ku yana. Men o'yladim, amak harfini topib oldi o'zi. Kimni birinchi sinfga chiqqani esida, prям. Katta kostyum shim. Katta buket. Mana bu yerda 4 ta kokilcha. Chista muhrdan xoli qilib chiqadi, tushunyapsizmi? Kimni alifbi bayram esida, prям. Siz nima harf bo'lgansiz? B, qarang, chiroyli harfda. Men Yashoring ko'raverasiz aka. Menga prям E harfi tushgan, tushunyapsizlarmi? Mana Buxorocha bor-ku ana shunaqada. Просто menga she'r berishmagan, просто o'tib ketishgan mendan. Maktabda ota-onalar majlisi degan narsa bor. Meni uyimdagilar umuman borishmagan. Даже 1-sinfga borishimda ham opam shunday chiqqanda, "Ana maktabing" deb ketgan просто. O'zim 9 yil o'qidim. O'zim bitirayotgan paytda ustozim aytayapti-da, "Ey, sen ota-onang kelsin, bir taniylik bizlar" deyapti-da. Men bordim. "Ona majlisga chaqiryapti, shuncha yil bormadinglar, bir borib keling" desam, "Men qishloqqa ketyapman" dedi. "Dada" desam, "Yo'q, men onang bilan ketyapman o'sha." "Yo'q, nimadir qilib olib bormoqchiman." Dadamga aytibman, "Dada, boring, qaytsa nimadir bir marta, oxirgi marta." Dadam turib, "Ha, yetaman" deb aytqay. Dadam shunaqa g'alati odam. Dadalar bilan ichgan payt yurish sal qiziqday tuyuladi, bilasizlarmi? Boshida. Takoy boshida marojno olib beradi, nima olib beradi, keyin o'zi dadangiz emas, jo'ralari emas, urush boshlanadi, janjal boshlanadi. Dadam aytayapti, "Mana shuni o'g'li bilan urushasanmi?" Dada, uni o'g'li hozir chegarada avtomat ko'tarib o'tiribdi. Qanday urushaman u bilan? Bu bilanchi? Nimaga? Buni o'g'li yo'q, o'zi bilan urushasan, davay. Bir amallab dadamdan gap eshitmaydi, o'sha amakni urdim men. Dadam gap ichgandim, o'zi urib qo'yarsani. Oilada bizning uyda mantiq qilayotgan moment qanaqadir важный momentda tuyuladi. Sizlarda ham shunaqami? Mantiq qilayotgan kun, qanaqadir важный kun. Onam ertalabdan turib, "Tak, bugun mantiq qilamiz" deydi. Hamma chaqmoq chaqqanday bo'ladi-da. "Abbos, tur, ammanglarnikidan mantiq qozonni olib kel. Qaytishda xolanglarnikidan kad olib kel. Ammangdan so'ragan uni bormikan?" Men aytdim, "Ona, balki qilmasmiz, hech narsamiz yo'q ekan o'sha." Uyda manti, onam kuxnyada
xamir yo'yapti, vis uy o'zi un bo'lganda, tushunamsiz? Zalgacha kirib ketganda, qanday bilmayman. Mana shunaqa kun paytda tam hamma ish qilishga harakat qiladi. Tam uni mantiq qilayotgan payt asabiylashyapti, o'zi hamma nimadir qilib turibdi. Dadam uyda emas-da. Dadam shu mantiq tayyor bo'lishiga o'zi ham tayyor bo'lib keladi. Kimning ukasi bor? Nima uchun ukalar hech qachon aybdor bo'lmaydi? Mana ukam yo'ldan o'tayotgan payti yiqilib tushganligi uchun men tayoq yeganman. Lekin men o'sha payt qishloqda bo'lganman. Sen iplos ketding qishloqqa, men shu o'ta olmadi yo'ldan. Uka bilan hech qachon sporlashib bo'lmaydi, bilasizlarmi? Men aytibman, "Uka, davay, men bitta uraman, sen ikkita." Aha, deyapti-da. U ikkita urdi, men bitta qaytarib urdim. O'sha momentda mana shunaqa yig'laydi, uka, bilasizmi? Eshak hangraganga o'xshaydi. Bir yoqimsiz. Ertalab urdim, abitdan keyin ham yig'lab yuribdi-da o'sha bilan. Men hozir diyetadaman. Ancha vez tashlayapman. Yaqin 2 oyda почти 15 kilogram tashadim. Diyetadagi odam qanaqadir bir nozik bo'lib qolar ekan, bilasizlarmi? Kim qattiq gapirsa ham xafa bo'lib olaveradi o'sha takoy. Mana metroda homiladorlarga joy bergis kelmaydi. Mana shunaqada non yemayapman, umuman hozir non yemayapman. Любой joydan non ursin deb qasam icharaveraman men. Shu narsani sezdim, dietada paytim menga sutli mahsulotlar ichish mumkin emas ekan. Buni kech bildim, obedda ishxonada bir stakan kefir ichdimda, qaytayotgan paytim avtobusda, prям pik payti ichim o'tib qoldi-da. Ichim o'tyapti, uni basharam o'zi bildiryapti mana bunaqa. Avtobusda har doim ko'z urishtirib ketadigan qizim bor. Bugun unaqa muhabbat yo'q o'zi, tushunyapsizmi? Men maksimum to'xtashga harakat qilyapman, o'sha probkada turibdi avtobus, boryapman. Aka, eshikni ochib yuboring desam, "Yo'q, bu yerda to'xtash mumkin emas" deyapti-da. Men ham bu yerda qolishim mumkin emas. Hammaga rahmat, menda bu kucha tushlar.